tepasida yana to'qqizta deya qo'yilgan. Bitta televizorga beraylik. Qayerga yangiz? Savol sizmasizlar. O'sha formadan savolga quyidagi narsalar shug'ullanmadimda ustoz, rostda. Vaqt toping. Ustoz 12gacha o'tirdim, 3 ta namoz takror qildim, o'xshamadi, rostdan ustoz. Uni 50 marta siz men o'xshamaysiz. Ustoz 50 marta qilishgani o'xshadi bittasi. Birinchi qoldi. 5 ta ekan. Yo men gaplashmasam bo'lmaydi. Mahalla shuncha payt indamadim, uylardim. To'xta, o'zini ikki olsin, o'zini ikki olsin, o'zini ichimga solsin dedim, bildim vaziyatni. Bo'lmadi oxir, qiling. Simkardan o'tishib aytib ishlatyapsiz. Isu simkardan o'tishib ishlatyapsiz. Nima berasiz o'g'lingiz? Mayli. Nomer bering. Nomer berasiz. Gaplashadigan kontaktimda hech kim yo'q. Nima deyapsiz? Ismi kim ekan? Men bitta yozdim. Uxlamaylar. Yo'q, ayting. Men vaysa qilmadim deb ayting, ortiqcha gap shart emas dedim. Men hazillashmayapman. Recording nima? Nimaga shu qarab? Tushga tushirdi. Assalomu alaykum. Apply Salomatmisiz? Men har kuni 4 tadan vazifa beraman. Bu bir haftada 12 ta vazifa deganida 3 kun bo'ladi asosiy dars. Hozir bu deyarli 2 kunlik qilmagan. Deyarli 2 kunlik qilmagan. Kunlik 8 ta bo'ladi. 6 ta vazifani qilmagan. Hozir chetda bittani berdi. Hozirgi chop kelish kerak emas edi-da. O'zini vaqtida qilish kerak edi. Hozir mana shunday vazifalar qilmabdi. Keyin asosiy darslarimiz kelyapti. Qo'shimcha darslarimizga kirmayapti. O'tgan hafta deyarli kirmadi. Bitta shanba kuni o'zim ko'rib qoldim-da, olib qoldim. Shanba kuni kirdi dars, qo'shimcha dars. O'tgan hafta ham ikkita dars qolib ketdi. lekin bo'ldi, mana ishlar endi. Bahona qildim men. Olib qoldim shanba kuni lekin yana bizda bir haftada 6 ta dars bo'ladi-ku, 3 tasi asosiy o'zim o'taman, 3 tasi yana dars bo'ladi, o'zim mas'ul bo'laman, yordamchi biriktirganman, o'zim ham yerda bo'laman o'sha kunlar. Bitta shanba kuni olib qoldim, seshanba, payshanba kuni kelmadim. Faqat hozir mana ishga ketyapti-da, biriktirilgan o'quvchilarga darslar kirmayapti. Bu yaxshi emas, mana shu darajaga yetishiga uni o'zim o'qiganligi uni darslar sababchi bo'ldi. Endi hozir faqat dars o'quvchilar bilan kelib, o'quvchilar bilan shug'ullanib ketyapti-da, endi mana shunaqa ishni turib o'qishni ham tashlash kerak emas-da. Nima qilib bo'lsa ham vazifani qilish kerak-da. Bu
O'shandan bir xabardor bo'ling degan maqsadda telefon qildim. Nazoratga olmasak biroz qiyinda. Xo'p, salom alaykum. Ha, bu bunday narsa 12gacha dars qildim deyapti. Balki degandi. Bu birdaniga bo'lib qolmaydi. O'tirib 1 soat, 2 soat ishlasa bo'lib qolmaydi. U 2 kunlik vazifasi qolib ketgan, shu ikkitasini qilgan kecha. Shu bilan mana 2 kunlikda o'sha 2 kunlik vazifani ortda qo'ygan. O'shangacha olib kelganda ham yakshanba kunigacha. Hammasini o'z vaqtida qilib kelsa, o'sha zo'r bo'ladi. Hammasini o'z vaqtida men o'tgandan hozir ko'rdim, qilmaganlar bilan gaplashmadim. Barcha o'z qilmagan do'stlar bilan gaplashishdan o'tganlar ko'rishga tanqidlar 4 tadan bo'lgan, bitta darsga qilishmagan. Shunda indamadim, mana hozir bir dars gaplashmagan, ikkita dars bo'lgan. Shunga olib gaplashishga bo'ldimi? Qolmadimi hech kim? Men ko'ngillayni qo'yay. Jamshid, shunda nima qildingizmi?